Assalomu alaykum Selkin To'rbekitning aziz ko'ruvchilar. Selkin To'rbekit qalb sadosi programmasining yangi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men programma riyosatchisi Zahira Juma. Biz bu qitimli programmamizga hammamizga tunishliq bo'lgan faxrlik olimimiz, Amerika olam qatnashishi idorasining oliy darajali OPTK injeneri Erkin Sidiq apandini alohida taklif qildik. Assalomu alaykum Erkin aka. Erkin Sidiq aka, qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashganingizga Selkin To'rbekiti va barliq turdoshlalar nomidan rahmatimizni bildiramiz. Undaq suhbatimizni boshlab ketsak. Erkin Sidiq aka, biz sizning o'z kasbingizga dunyoviy utuqlaringizdan shunchalik faxrlanib kelyapmiz. Hamda to'r orqali biz bilan yuz ko'rishib turayotgan nodir maqola, yozmangizdan o'xshashlar ajoyib zo'r manfaat kelishib turibdimiz. Bu jihatda sizga cho'nqur tashakkur etamiz. Sizning Uyg'ur to'r bekatlaridagi xilma-xil saviyadagi yozmalarni, faoliyatlarni va turli so'z harakatlarni ko'rib turgansiz. To'rdagi yozmalar, faoliyatlar, so'z harakatlardan diyorimizdagi Uyg'ur yoshlarining hozirgi holati, saviyasi va intilishini qanday tushunasiz va qanday baho berasiz? Endi hammamizga ma'lumdek Uyg'ur millati intayin oqko'ngil, sabtil, boshqalarni o'zidan ustun qo'yadigan, boshqalarga yordam qilishni noiti oliy bir sharaf deb biladigan bir millatdan. Men shuning o'zini Uyg'ur to'rbatchiligida ko'ryapman. Uyg'ur diyorida shunday ko'p Uyg'ur to'rbatlari qurilibdi. Uning ko'pinchisini qatqalanamisi sayyora qilibdi, o'zining vaqtini, pulini, zehnini chiqarib ashtaqa qildiribdi. Shu o'zimizniki yurtiga, xalqimizga foyda bo'lsin deb. Shunga shunday ta'sirlandim. Endi hozir har bir kishi uchun o'zi bir xizmat ishlab, o'zini jini beqib menish muhim. Mana shuning sirtida ashtaqa vaqtini, pulni, zehnini chiqarib mashdan qilish oson emas. Endi shu Uyg'ur to'rbachiligining o'zidan endi Uyg'urlarning ashunday olijanob xislatlarini ko'rib oldim men. Endi u birisi, yana birisi Uyg'ur to'rbachiligi shu boshlang'ili degan uzun vaqt bo'lmaydi. Ashtaqa turibmi, qisqa vaqt ichida tez taraqqi qilib, shu sifat jihatdan, texnik sifat bo'lsin, mazmun qurilma har qaysi jihatlardan ilg'or bir saviyaga yetganligidan ta'sirlandim. Men burun shu ko'ni zehni to'rbada chiqishda hali qiyinligimiz deb o'ylaydim. Maktabni albatta bitirib, bu to'rbatlar yenidan chiqqan vaqtlarda hozir qarsam u andishlar butunlay yo'qolib bo'ldi. To'rbada ishlatilgan nurg'un yumshoq detal qurollar tiz maydonga kelib, yoshlarniki sayyarashish orqali qandi. Shunda tez taraqqiy qilib yuqori saviyaga yetdi. Shu men uni shunda suyundim. U ashishlarmi menga aytib cho'ng ilhom bo'ladi chatalda turib endi. Uyg'ur to'r bekatlarining kuzatishingizcha hozirgi Uyg'ur to'r bekatchiligining holati, ko'lami, saviyasi va yo'nalishi qanchalik darajada deb qaraysiz? Hozirgi to'r bekatchiligimizni zodi qanday qilganda ilg'or, sarxil, xalqqa texnik naf bera oladigan to'r bekatlar saviyasiga yetkazgil bo'la. Bu vaqtdagi taklif fikrlaringizni kang kuchada anglab boqqan bo'lsak. Endi shu yaqinqi bir necha yillar mobaynida to'rbatning o'zida suhbat olib berish, bo'libmi Uyg'urlarchidagi ilg'or shaxslar alohida natija qozongan yoki o'z kasbida boshlang'ich o'qiyotgan shaxslarga suhbat o'tkazish, mana bir to'r suhbat ma'niyatidagi bir narsa vujudga kelib, mo'l mazmunlar yo'llanishga boshladi. Buning bir mag'zul bo'lib qoldi. Endi bu jihat buni yaxshi deb o'ylayman. Bu Uyg'urlarniki o'z-o'zini qaytadan bayqash bosqichi deb, o'z-o'zini qaytadan bayqash faoliyati deb qarashga bo'ladi buni. Nima desangiz, xil uzoq bir mezgil Uyg'urlar o'ziniki faqat salbiy tarafini ko'rib, ijobiy tarafini o'zidagi yaxshi ishlarni ko'rmay, biroz tushkilish ahvollari yuz bergan. Endi yaqinda suhbat orqali shu Uyg'urlarda qanday odamlar bor, qanday ishlar bor, bu ishlardan to'rchilar xabar tepib, Uyg'urlarmi bo'sh emas ekan, Uyg'urlarda nishon qotgan odamlar bor ekan deb, ko'p kishilarga ilhom berib, yaxshi bir ish shakllandi bu jihatda. Endi menimcha bo'lsa, bundan keyin buni texnik taraqqiy qildirib, shu Uyg'ur ziyolilarining shu to'rbadagi rolini texnik yaxshiroq joriy qildirishga biroz tirishsa deb o'ylayman. Men nurun to'rbatlarga qarasam, shu mashhur shaxslar bilan o'tkazilgan suhbat degan bir sahifalar bor ekan. Ko'pinchisi bizning mashhur shaxslarning artistlar, muxlislar, uslublar ko'p bo'lganligi shular ko'proq salmoq egallaydi ekan endi. Menimcha ziyollarni endi o'tirib tushib,
o'zininki bilim doirasida shu ommabop qilib shu to'liqsizdan yuqori saviya madaniyat saviyasi bor kishilar tushuna oladigan bir darajada endi o'zining bilimini xalqqa yetkazishga bir tirish baqsa deb o'ylayman. Bu ishlarda chet elda nihoyatda kengri. Chet elda shu ma'lum bir kasbiy sohada nihoyatda natija qozongan kishilarniki hammasi o'zining torbiyati bor. Torbiyati bor, uni o'zi yasashini atayin. Ular odam yollab yasatqizdi, lekin o'ziniki nurg'un asarlardan shu yoqqa qo'yib qo'ydi. Xalq boshqa foydalansin deb endi. Endi Uyg'urchada endi bizniki Uyg'ur diyori butun davlat miqyosida qanchada bak cho'ng ham emas endi. Kitob yo jurnallarni targ'ib qilish uncha yuqori emas. Ashtaq bo'lgandan keyin torbiyatda zo'r rol o'ynaydi deb o'ylayman bu sohada. Shunga ziyonlar qo'shimga kelib o'ziniki shu o'z bilimini xalqqa berish, bilimning zakatini berish musahada bahra qilsa deb umid qilaman. Unda siz hozir chet ellardami o'zining ayrim to'r bekatlari bor deb aytdingiz-ku. Unda o'zining mazmunlarini to'g'ri chiqaramdi yoki undan sirt mazmunlarni masalan kishilik manfaat zo'q beradigan yoki bo'lmasa xalqqa foydali mazmunlarni chiqaramdi. Mening ko'rganlarimda o'ziniki tadqiqot mazmunlarini asos qilgan shu asosda endi bir sohadagi bilimni keng doirada boshlab tunishtirish ashtaq to'rbatlari bek ko'p. Hozir endi bir torbetga bir shu lozim bo'lib qolsa sizga shunchaki muhim so'zlarni kirib izlasangiz nurg'un torbatlar chiqadi. Siz izlagan bilimning hammasi chiqadi torbetdan. Ashnalardan burunqidek kutubxonalarga berib material izlaydigan ishlar tugab ketdi hozir. Hammasi torbetda bo'lganligi uchun. Endi bu bilan diqqat qilganim o'zim ba'zi bir kishilarning kitoblarga biroz qiziqib, ismini bir yerdan anglab, mushlandagi nima asarlari bor, qanday asar bor deb torbetga kirib izlab baxsam endi birdan nurg'un shu topa olaman shu odam to'g'riliq. Ba'zi bir qismini o'zlari qurgan torbatlarda bor ekan bu narsalar. Shunga qarab shuna ta'sirlandim endi. Shunga Uyg'urlarniki endi ziyonlarimiz hali bor bizniki ham. Endi mushtahatda texnik rol o'ynasa degan umid qilaman. Siz chet ellarda yuzdirona va to'r vositasi orqali nurg'un Uyg'urlar bilan aloqalashib turasiz. O'zingizning tajribalari va tahlillari asosida chet ellardagi Uyg'urlarning hozirgi ilmiy, madaniyat va ijdoiyat holatini qanday baholaysiz? Chet elda o'qib, unvon olib, hozir u yerda ishlayotgan Uyg'urlarniki umumiy qilib ahvoli intayin yaxshi. Ular hammasi o'zining xizmat o'rinlarida nihoyatda ilg'or shaxslardan bo'lib ishlayotdi. Men buni o'tganda bir yozmada hozir xulosalab qo'ydim. Men o'tul xulosa emas, o'zim bilganlarni kirgizib qo'ydim endi. Chiqib nihoyat ilg'or. Bu bir taraf, ikkinchi bir taraf chet ellik Uyg'urlarmi o'ziniki shu farzandlarining kelgusi mushunga nihoyat ko'ngil bo'lib, hozir imkon bor o'zi yashagan rayonda bir xil Uyg'ur jamiyati shakllantirib, o'zimizniki madaniyati bo'yicha yashash, bolalarga o'zimizniki madaniyatni tashkil qilish, o'rgatish, mushlarni ham turli olib beryapti. Mushlar bir narsa jamiyat shakllanyapti. Uyg'urlar biroz to'plashib yashagan o'rinlarning hammasida masalan bir 5 oiladan ko'p Uyg'urlar bo'lsa, mushlar bir narsa shakllanyapti. Mishaniki urf-odatimiz bo'yicha amaliyotda bir qism urf-odatlarini meqirgan obraz saqlayapti. Masalan, chet eldagi qizlarning hammasi tamoq shunda usta. Uyg'urlar boshqa yerdami yo'q. Boshqa mehmondosh qo'ygan chog'da bozordan keladigan tamoq yo'q, shunga hammasi uyda yetadi. Bu yerda atvali, cho'ng olib, qazamishim yaqin bormay, chetlashib ketgan qizlar uyaga tamoq shunda usta ketib boradi. Hammasi Uyg'ur taomlari bizdan shu lag'man, polo, manta, cho'chiri degandek, tamoq shunda usta. Bu yerdagi qizlarni biroz unutib qoldi deb angladim. Bu jihatda chet eldagilardagi o'zimizniki shu odatni endi an'anasini obdan saqlayapti deb o'ylayman. Mush vaqtda bir misol deb so'zlab beramsiz. Masalan, endi bizniki Los Angelesda 18 oiladak Uyg'urlar bor. U odamda biz yashaganda, odat yashagan chog'da nihoyatda turmushimiz pek nendaymiz, turmushimiz bizningki yurtimizga o'xshamaydi. Bizningki Uyg'ur madaniyati mavjud emas. Endi biz bitta chet elliklar bilan turmush chet elliklar bilan ishlaymiz, boshqa odatdagi bizning turmushimiz Uyg'ur madaniyati o'xshatgan chog'da madaniyatsiz yashaymiz ishqil bo'ldi. Bizning Uyg'ur madaniyati yo'q edi. Ashla boshqa Uyg'urlar endi bak odam sevadigan millat, biz bunda bir o'tirib paranishni yaxshi ko'ramiz. Shunday mushtab bir madaniy faoliyatimizni davomlashtirish uchun endi u yerda o'tirishlar bo'ladi. Ba'zi nazar bo'ldi, to'y ancha bo'lmaydi. To'yda men Amerikaga chiqqan yoki 2-3 to'yga qatnashib vaqtim mumkin. U yerga to'y bilan men to'yni islashtirish mumkin emas endi. Ko'p oddiyroq yerda o'xshamaydi. Endi bir narsa shu undaq bir yerda o'tirib paranishib ko'ngilchi qilish uchun
Amerika bizniki Los Angelesda oldingi yili ayollar o'tirib chey boshlangan. Endi u yerga ayollarniki, qizlarniki kichik bolalar ko'p endi 4 yoshli, 6 yoshli bolalar ko'pda. Boshqa boshqa ayollar bir yilda choy o'yinda navbatlashib, oyda bir qatim chaqirishib, erlar uyda bol vaqti. Shunlar bu yillardan erlarni qo'sa ko'p bo'ldi. Biz baliq o'tirimizmi, biz o'ynaylik deb, endi bu ayollar baliq o'qib erlar o'ynadi. Endi ashlar qilsak, endi biz tomoqlarni hamma uyda yeymiz. Bizning sirtdan akildigan, biz ozmitadigan tomoq yo'q, u yerda topib bo'lmaydi, mumkin emas-da. Masalan, bu boshqa polo, manta, to'q go'sh, masalan, cho'ng tasildagi to'qima, ash tomoqlar, ashlar hammasini samsa degan narsani uyda pishirib, endi nayte mehmon so'rimiz mo'l u yerda, mo'l Megdagi isrof qilmaymiz, lekin mol endi. Ashta hammasi uyda chiqaramiz endi. Uyda chiqarib, ashtalardan bir tarafdan tomoq, bir tarafdan paranglashib degandek ashta o'tirib bizniki madaniyat. Shu orqali ham o'zimizniki bu Uyg'ur madaniyatiga bo'lgan bir xil sig'inish, shuni biroz qondirib olamiz endi. Bilishimcha siz bir tabiban olim emas, yana bir ma'rifchi, ma'rif tadqiqotchisi. Yaramliq ikki farzandni tarbiyalab ketayotgan yaramliqda. Mushnuqlardan farzand tarbiyalash, oila ma'rifidagi asosliq tashabbuslaringizni, tajribangizni konkret so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Meni masalalarniki abadiyan gapiringiz hamsi menga bergan rag'bat deb tushunaman. Men yana bir oddiy optika injeneri, qolgan narslarni ancha-muncha qo'shimcha qilib qilyapman. Uni maxsus tadqiqotda epaga yerim yo'q. Endi mendan shu vatanga qaytib kelganda yaqinman shu bola tarbiyalash to'g'riliq ko'p savollar tushyapti. Endi men o'zimni hozirgacha bola tarbiyalashdan muvaffaqiyat qozongan dada deb hisoblamayman. Uni kelgusi ko'ramiz, bolamiz qanday chiqarganligini. Endi shunday bo'lsa-mu, ayni vaqtlarda buni bir nazariya nuqtasidan ko'p o'ylamagan. Endi ko'p o'ylamagan, lekin ota-onalar uchun bola eng qimmatli. Bola muvaffaqiyatli bo'lmasa, ota-onangiz muvaffaqiyatli bo'lolmaydi. O'zini muvaffaqiyatli bo'lgan hisoblanmaydi. Ashta bu boshqa endi biz bolaga ko'ngil bo'lib kelganda burun tortib. Yaqinda bu ish to'g'riliq biroz bir yuqori saviyada o'ynab baxtim. Zodi shu bir oila munosabatini qanday o'rin qo'yish kerak degan narsani ashta o'tirib o'ylab baxtim. Lekin chet elliklarniki bo'libmi, amerikaliklarniki oilaga bo'lgan muomalasi, bu tarafdagi ko'z qarashlarini biroz ko'zib baxtim. Shu orqali meni yozmalarni o'qigan yoshlar cho'qin biladi. Men mana shu oiladagi munosabat, xizmat boshlarni bir tizib chiqdim, qaysi eng muhim deganga. Endi shuningda endi er uchun ayol eng muhim, ayol uchun er eng muhim bu birinchi o'rinda turdi. Ikkinchisi bola, uchinchisi ota-ona, to'rtinchisi xizmat, undan keyin do'st birodar tuqqan mundaq bo'ldi deb ashta tizdim. Amerikada bu narsa night aniq endi. Er xotin ikkisi birinchi o'rinda turdi, ikkinchisi bola. Ashta boshqa bu bola tarbiyalashdan night yuqori o'rin qo'yib qaraydi. Bu bola tarbiyalash yuqori qo'yib qaraydi degan joyda endi bolalar ashta buyum bo'lganligi uchun, masalan, ma'zuma degan gaplarda faqat o'yin tomosha tizimida o'yin tomosha yo'q buning ichida. O'yin tomoshadan jiq aqs kelgan narsada, ashta boshqa butun kuch bilan oldidan bolaning ehtiyojini qondirib, eshiniganda boshqasi qilamiz degan gap. Bu ishda hozir Amerikada umumiy ashtaxta endi mayli yapılıqlar bo'lsin, mayli amerikaliklar bo'lsin va bir bola tug'ilgandan keyin ona endi ko'pincha ahvolda ishlamaydi u yerda. Ishlamasa bilan jannatga mong'aligi uchun ishlamaydi. Birisi jannatga pangalaydi, ikkinchisi bolani ashtaq tarbiyalamasa, bu yuqori sifat bilan tarbiyalanmaydigan bo'lganligi uchun ona butun kun butun zehnini bolaga qarab turib bola tarbiyalaydigan gap endi. Ashtaqkan. Shunga o'lqi shu masalan aqtarlikniki bolalari nayda adab axloqlik ashlarga kichigidan tortib nima to'g'ri, nima xato birdan o'rgatadi. Yapiliqlarni shu. Bir kichikdan bir xato deb olsa, bola mashina xato qildim, buni mandara qilsan deb birdan o'rgatadi. Ashta tillab urib bunday qilmaydi, siliq qilib o'rgatadi. Ashta qilgandan keyin bola kichigidan tortib nimaniki yaxshi ish, nimani askish, nima to'g'ri, nima askashlar o'rganib chiqadigan gap. Endi bu birisi. Ikkinchisi bolalarga kichik vaqtdan tortib endi mustaqil ish qilish, biroz tavakkulchi qilish iqtidori bo'lish, bu ishlarga endi ota-onalar intayin ko'ngil bo'ladi. Bo'libmi bolani rag'batlantirib turish nihoyatda muhim. Sizlar o Hollywood'dagi yilda bir qatim o'tkazilgan Oscar mukofotini bergan murasimlarni ko'rib vaqtinglarmikin, shu mukofotga chiqib so'zlaganlarni sizga diqqat qilgan bo'lsanglar, ularniki birinchi deydigani men oldindan ota-onamga rahmat aytaman. Shularniki meni kichigimda deb rag'batlantirib, bolam mashina sen cho'qim qilalaysan deb turib, rag'batlantirib turgunga rahmat aytaman deydi. Demakchi, ashyo kishilarniki muvaffaqiyatli bo'lishida ota-onaniki kichik vaqtdan tortib rag'batlanib turishi nihoyatda cho'ng rol o'ynagan gap.
Amerikada endi bolalar tarbiyalaydi. Balani sen bu dunyodagi hamma ishni qilaysan deb tarbiyalaydi. Dört sağın demeydi o. Sen hemşire kolaysan deb. Şu mesela o'tganda men bir so'rinda o'tirib, bir xonim meni savol so'ragan edi, bir to'liq bir misol keltirib qo'ydim. Barchalarda bolangiz sizni go'lar deb birishda aldab siz o'qisiz aldaganligini. Aldab siz yolg'onchilik qilib endi. Ashta bir narsa aldab bir narsa ashta qismi siz bolangizni aytlamay, chandamay turib, voy bolam xatos qilsan deb chandamay turganingiz yaxshi. Chandamay turib, sen o'tkazayotgan ekan, bolam mashina qilsan xato, yolg'on qilsan xato deb, ashning o'ziga nisbatan o bolam xatos qilsa, islik qilibsan deb deyishingiz kerak. Ashta desangiz bola, voy otalarning go'li yoldim deb, biroqlar o'ziga bo'lgan ishonch ashudi bo'lganligi. Ishonch ashudi. Shunga bu yoki muhimlik nima bo'lsa, hargiz bolaniki ishonchni yag'urmaslik kerak har qanday ahvolda. Hiç bunu yargılayan emas, aksicha uni texmo taraqqi qilishga tirish kerak. Bolaning o'ziga bo'lgan ishonchisini. Ashta qilsa, cho'ng bo'lganda bola cho'ng ishlarni qiladigan bo'lib cho'ng bo'ldi. Endi meniki yana bir ko'ngil bo'lgan tarafim, endi biroz o'qib turib, hozir qadar qilib kelganishning birisi, shu bolaga ulgu bo'lish, ota-ona ulgu bo'lish bu bek muhim endi. Men bek adil, uydim adil, sirtim adil, bolalarım bek adil endi. Ashta boshqa ko'pincha vaqtlarda o'zimniki manfaatni qurbon qilib, bolani o'zimni yuqroq o'rin qo'yib ashta kelgan boshqa ularni tabiiy holda, lekin bizga nisbatan bizning gapimizni anglaydigan, biroz bizning deganimiz bir ish qiladigan ashtalar qanday. Bu yoshlarga yuzlanadigan ashta bo'lib kelyapti. Endi bola tarbiyalash bu bir cho'ng ilm. Uni miyada bir 5-10 minutda so'zlab bo'lmaydi. Yaqında bir necha shu do'stlar deb shu masalani o'tirib qo'ydi, shu bolani qanday tarbiyalasak bo'ldi bo'lsa, mushtoqlik iznib baxsin bo'lib ekan deb. Endi Xudoyim bir salom qaytib qolgandan keyin mushtoqlik iznib bir narsa sayda qo'ylayapti men. Bolani qanday tarbiyalash to'g'riliq. Endi bu men optik injeneri, men nima so'rasa bilim chiqarib qolgan emas. O'zimda bilimlar yo'q. Endi shtaq bo'lsa-mu, ingliz materialini ko'rgandan keyin biroz material to'plab, izlanib, shuni bir yozib chiqib yo'llab qo'yay deb o'ylayapman. Anlasaqmı şu hamda kishilarning anglashimcha hamda hammamiz o'sha deymiz-ku, odatda chet elliklar bolalarni kichik vaqtida nimaga qiziqsa, bizning miyadamda 9 yillik majbur ma'rif deb cho'qim birinchi sinfdan boshlab, jurnal unda to'liq o'tirib tugatgacha cho'qim o'qiymiz-ku. Lekin ham chet elliklarda bolalarni nimaga qiziqsa, kichik vaqtdan boshlab shuni beriydi deydi ekan. To'g'ri, u deganiz to'g'ri. Men shu bu qatam yurtga kelgandan keyin shu savol bilan qatam tushdi menga. Men bir necha ahvollarni deb, masalan, men kasbni qanday olsam bo'ldi deb o'zi ahvolini deb, masalan, men doktorlik qilganim yaxshimi, klinik doktor bo'lganim yaxshimi, tish doktori bo'lganim yaxshimi yoki dorgarchilik o'qiganim yaxshimi, siz qaysi yaxshi deb so'ragan savollar bor. Men darhol siz o'tirib, yurgingizni so'rab beqing, sizni qaysi qilgingiz bor deb so'radim. Endi Amerikada ota-onaniki bolani tarbiyalash majburiyati bor. Bo'libmi 18 yoshga kirganchilik bolaga obdan qarab, uning butun ehtiyojidan chiqib, obatdan degandek, ashta muhim ishlarda bola ko'ngil bilib bo'libmi, o'ziniki bolasini nayt obdan kuzatib, ularning xosiyat alayligi bor, xosiyati ojiz taraflarini qanday qanda to'lab ketgan uni itildirgan bo'ldi. Mushatni nayt ko'zdida bo'ladi. Ashta qilmangib 18 yoshga kirganchilik shundoq bilan boqadi bo'ladi. 18 yoshga kirganliklar chiqib o'tadi edi, bola o'z-o'zini boqadi. Shunga ularniki bu hayotda tutgan bir prinsipi 18 yoshga kirganchilik boladan tarbiyalaydi ular. 18 yoshda keyingi ishlar bo'lsa bitlar bolani o'zi qo'yib beradi. Bo'libmi, shu kelgusida nima qilish to'g'riliq qaror chiqarishda buni bitlar bola o'zi chiqardi endi. Buni sababi nima degan chog'da ota-ona baribir boldan boldir tuyab ketadi. Qildigan xizmatni bola qiladi, ota-ona qilmaydi uni. Ashta boshqa uni bola o'zi tanlamasa, agar o'zi yaxshi ko'rmaydigan bir kasb kirib qolsa, bu xizmat ishlash bola uchun biz huzurli olmaydi, u bir azob bo'ldi. Har kun ishga borgisi kelmaydigan, ishga bo'yinda qadaq boradigan, ishga chiqadi tushkunlashadigan ashta bo'lib qoldi endi. Shunga bu Amerikaning ko'z qarashida xizmatning o'zini bir huzurlanish jarayoni nima chiqarsangiz, shuni yaxshi ko'rdi qashda kishilar to'liq xizmat olmishib yurib, o'zi nima qiziqdi, nimani eng yaxshi qildi, shuni tamponlashtirib, tanlash uchun nurli xizmat almashtirib yurib, eng oxirida o'zi eng yaxshi ko'radigan, anikin eng yaxshi qila oladigan shuni birlashmasi, shuna bir narsa deb shu turdi anikin. Shunda umr bo'yi mang'odandi. Shu bu bek muhim. Ota-onalar bolaga kasb tanlashda endi biroz yo'l ko'rsatisi bo'ladi. Sirtdan, masalan, makasb andaqkan, shuni sen bilamsan, qanqig'ing bor deb. Anda qilsa bo'ldi, lekin majbur kasbni tanlasan hech to'g'ri emas. Nima deganda u kasbni qildig'ini ota-ona emas, bola o'zida. Shunga bola tanlig'ini yaxshiroq deb o'ylayman. Daqsa erkensizda qaka sizdan bir savol so'rag'im kelyapti. Mushu siz shu kichik vaqtingizdan boshlab o'zingizga bir formulani tuzib ketgansiz. Mushu asmlaringiz biz aslab esingiz ekan.
bo'ldi. Endi bu formula qanday kelib chiqqan desangiz, men shu Şinjan Üniversitede o'qish jarayonida endi bir ikki yillardan keyin biroz men o'rganish, xizmat, zamin o'rganishi, kasb o'rganishi, til o'rganish, o'quvchilar xizmatlari bo'yicha biroz ko'zi ko'rinib ashta qildim. Men shu chog'da nurg'un bolalarni suhbat o'tkazatdim men. Shu siz qanday qildingiz deb so'ragan savollar ko'p tushadi. Bu ishni qanday qilsam muvaffaqiyat bo'ldi deb. Shu chog'da ozroq o'ylanib endi bir oddiy bir tanlab tuz baqqan shu vaqtning o'zida. Muvaffaqiyat degan talant, tirishchanlik va fursat shuniki yig'inchiga tang deb boshlab bir o'zimniki ahvol qarab turib bir xulosaga kelgan. Shu xulosani bir qatim bir yangi qo'shlarni qabul qilish marosimida bir yo'q qog'oz yozib o'ta chaplab qo'ydim deb o'ylab baqqan. Bu chog'da o'sha o'shmasining raisi o'g'ashqa qilaydim. Ammo unda qilmabdi ekanman. Lekin o'sha bir ta'min tuzib chiqqan. Yaqinda unda murakkabroq qilyaptim. Lekin endi ashtanlama hozir men xil kuch ega endi. Aql, tirishchanlik, aniki fursat. Endi uyg'urlar uchun fursatniki salmiga bak egri to'xtaydi hozir endi. Fursat jihatda naydi, jiq kuchimsak fursat qo'l kelmaydi. Lekin ashtanlama hozir kuch ega deb o'ylayman. Endi bu tanlama biror masala hal qilib bermaydi. Faqat hal qilib beradigan nima desa, masalan, oliy maktab o'quvchilarini aytsak, ular oliy maktabga degan shunday tanlab kirganda, tanlab kirgan imtihon berib, nurg'un imtihon berib, shu nurg'un o'quvchilarning orasidan tanlab kirgan. O'tish kuni men birsini egallab baksam, biror ming o'quvchi iltimos qilsa, hozir qabul qilinigini necha bir 40% bo'lamdikin, yo undan ozmikin, ashtaraf bir gapni angladim endi. Demakchi o'g'lim shunday aqli yaxshi bolalar tanlab kir deganda, endi shu bu shartni hozirladi degan gap. Endi ikkinchisi tirishchanlik. Endi shu fursat bu bo'lib, aql bo'lib, tirishchanlik bo'lmasa, muvaffaqiyat bo'lolmaydi dedim. Buni asos demoqchi bo'lmoq narsa endi. Shunga bu jihatda tirishchanlik jihatda endi hammadan bundan o'ylansa bo'ldi. O'riqlaymikin deymi? Tamoqni azaytaymikin? Ziyonliq. O'riqlatish to'g'risi yeymikin ya? Bo'lmasmikin? Tabiiy ham bexatar o'riqlaydigan chora topsam bo'ladi. Bilamsiz, meva yapma o'riqlig'ili bo'ladi. Furqan silva o'riqlatish mevasi ko'k aynonlardan ishlangan tabiiy mahsulot bo'lib, sizning sog'lom va tez o'riqlashingizdagi eng yaxshi tanlashingizdir. Furqan silva o'riqlatish mevasi badandagi mayni serib qo'saqni kichiklatib, qavziyatni ravolashtirib, sog'lom va tez o'riqlatadi. Furqan biopantexnik cheklik shirkati. Bizning ko'n tushunchamiz bo'yicha tabiiy fan shug'ullanayotganlarning qo'lidan ommabop adabiy maqolalarni qamlashtirib yozish toza kelmaydi deb qarab kelayotgan edik. Siz maqola yozishdagi bu jonliq uslub va qobiliyatni qanday yetildirgan? Maqola yozish haqidagi tashabbuslaringizni o'z og'zingizdan anglab baqqan bo'lsak. Ben onu şu Uygur tilida o'qigan maktablarda o'qib ketdim. Biz o'ylab baksam şu Aqsu birinchi o'tirlar adabiyotni bak yaxshi o'tibdi ekan. Nimshalar ders desangiz bu mandaq maqolani mandaq yozish bu hozirgi ish emas. Men Şinjan Üniversitede o'qigan vaqtlarimda bu ancha bir narsa yozdim, ma'rif jurnaliga, yoshlar jurnaliga, taklif qilgan joyda yozgan o chog'da endi. Undan boshqa mening bir maqolam bor, men qanday o'rgandim degan. U bir maqolani e'lon qilgandim, lekin tabiiy fanlarniki, tabiiy o'quvchilarining oliy maktabga tayyorlab qilish usuli deb bir maqola yozgandim. Ashta narsalar yozsam, shu chog'dami buni tahlillaydiganlar ancha o'zgartmalar bosatdi. Ham jiq qisqat etadi bu narsalarni. Lekin qurilmasini uncha o'zgartmaydi shu ommabop yozdigandim men. Endi hozir chetga chiqib bir qism kitoblarni o'qib turman davomli men falsafalik, shu kishilik hayot, muvaffaqiyat, doiy degan o'xshash ashta narsalarni o'qiyman. Ashta o'qib baksam shunchalik donliq odamlar yozgan kitoblarni ko'rsangiz, uning tili shunchalik oddiy. Endi misha agar shu kitob uyg'urcha qolsa, bizim shu Uyg'ur diyoridagi to'lsizning bolalar o'qib ishlaydi kitoblarni. Shunchalik oddiy tilda yozdi ekan bu. Endi bu bilan o'ylab baksangiz, aqlga muvofiq narsa ekan. Nima qilsangiz, endi andaq turmushga oid falsafiy bunda kitoblarni ko'pincha hammadan o'qisin deb yozgan odamcha endi. Ashta qo'g'onlik uchun hammadan o'qib tushunish uchun uni oddiy tilda yozmasa unda qilolmagan gap. Endi bizniki miyada yozilgan bir qism narsalarni xilo obdan sayyosamsa o'qib tushangil olmay ekan. Ashta qo'g'ondan uni o'qiydigan odam oz, undan foydalangan, uniki unimidan foydalangan odam oz bo'ldi degan gapda. Shunga hozir Amerikada anasini ko'rgandan keyin bu ishga texnik ko'ngil bo'ldim, imkon bor, oddiy so'zlar. Endi yana bir taraf men bir tabiiy odam hozir vatandan ayrilganim 25 yildan oshib ketdi mana. Ashta bu boshqa
Yatan 80 o'qib bitirdik. 85-da yapın ketdim. 24 yil oldu. Endi bizim Uyg'ur diyardan chiqib ketganimizda endi. Ashta bo'lib, meniki Uyg'ur tiliniki yaqinda so'zliklar bu narsalardan ancha xabarim yo'q. Meniki ko'plab Uyg'ur kitob o'qigan, Uyg'ur kitob o'qigan vaqtim yo'q endi. Shunga ko'pincha shu burun ismini qilib qolgan so'zlarni ishlatib yozyapman. Topolmasam lug'at taqtirib, faqat bo'lmasa inglizcha yozib qo'yaman. Mas'ulda elib narsa degan qismi ismi avti deb endi ashta qilib ketyapman. Lekin odil o'qim bu. Endi boshqani o'zimizning yozgan narsani boshqalar o'qisin desak, o'chiqon boshqalar tushangidek bo'lish kerak. Unda bo'lmasa hech kim o'qimaydi. Ham foydalanmaydi bu mazmundan. Abi siz deb o'tdingiz, Uyg'ur tili ba'zi kitoblarda gap so'zlar bizda murakkab bu. Lekin ingliz tilida anglashimcha o'rganuvchilar qancha oddiy tilda so'zlasa, boshqalar shuncha hurmatiga sazovor bo'ldi deydi ekan. Shu shunda bu mashhur xalq kitob o'qish jarayonida bu shu kishining nomi chiqadigan gapda, masalan, bir kitob bo'lganda o'qib boshdan lekin maxsus uni bog'laydiganlar bor. Bog'laydiganlar baho yozadi o kitobga. Siz hozir Amazon degan bir to'rbet bor. Endi u kitob sotishda eng davomli bir shirkat endi internetda kitob olganda. O'sha qarasangiz, har bir kitob chiqqandan keyin uni ostiga kishilar baho yozadi. Baho yozgan chog'da buniki ommabopligimi nihoyat bir muhim omilda. Men o'tganda mana to'rbetida mush gapni chiqargandan keyin ommabop tilda maqolalarni ommabop tilda yozishni chiqargandan keyin ba'zi bir to'rdoshlar agar unda qilaversak o'g'illarniki murakkab yuqori saviyalik so'zlikni ishlatmay til sevishib ketmamdi degan fikrlar chiqdi. U degan to'g'ri. Lekin menimcha yozgan shu maqola kitoblarni ikki turga ayirish kerak. Uni birisi butun xalq ommasiga qaratilgan kitob, birisi ilmiy maqolada. Ilmiy maqola murakkab yozilsa bo'laverdi. Nimishqa deganda ilmiy maqola, ilmiy muhokama jin qatnashganlar shu kasbdagi kasb ahlari bo'lg'achqa, ular qancha murakkab bo'lsa tushunolmaydi uni. Andagi tilniki safosini orqali saqlash kerak endi. Lekin butun ammo kan xalq ommasi foydalanadigan narsalarni chuqur ommabop tilda yozish kerak. Ashta bo'lmasa u xalq ommasi uchun foydasi yo'q ekan. O'zingizning kasbdagi hozirgi tadqiqotlaringiz, utuqlaringiz va izlanishingizga biz uzundan buyon qiziqib kelyapmiz. Bu shaxtimi bizni bir xabardor qilgan bo'lsangiz. Endi bu ma'rifat to'rbetiga kirib qarab qolganlar biroz bilish mumkin. Men hozir qadar e'lon qilgan ilmiy maqola 70 dan oshdi. 70 parchadan oshdi. Buning ichida patentning 3 bor. Patentning 3 bor. Amerikada kitob BP degan bir narsa bor degan birinchi bob, ikkinchi bob degan narsa emasmi? Mush oliy maktablardagi tadqiqot o'rinlaridagi mutaxassislarni yig'ib, ma'lum bir temasida bir kitob tuzaylik deb, bu kitobning har bir bobini o'xshagan guruhga taqsim qilib berdi. Samaniya yozganda o'ziniki tadqiqot natijasiga asoslandi. Ashta qilib uni birlashtirib bir kitob yozdi. Ashtadan chiqqan narsamizni kitob BP deymiz endi. Kitobning bir BP degan gapda. Uningdan 3 va, uning 3 va qog'ozlar jurnal yo yig'illarda ashta e'lon qilindi. Endi hozir shu Amerikadagi NASA degan olam qatnashchilari ishlayapman. Bizning idorada 5000 dan ortiq odam bor. Bu NASA'niki 10 markazi bor Amerikada. 10 markazi bizning idora shuniki birisi sal muhim tadqiqotlarni olib boradigan o'rinda. Jami 5000 odamimiz bor. Bu 5000 ichida 3 dan biriniki 1700 doktorlik unvoni bor. Yeni qava 3 dan bir qisminiki magistrlik unvoni bor. Qolalarning hammasi oliy maktab bitirgan. Shundoq. Endi nurg'un koinotga chiqaradigan narsalarni bizlarda tadqiq qilamiz. Ham chiqaramiz, ham boshqaramiz. Bizning hozir olam boshida uçup chiqgan narsalar 19 var bizniki. Onun ustida Marsning ustida 3 mashina bor hozir. Men o'shayotganda ashna qildi. Endi meniki yaqinda o'qishimcha o'zim izlab kirib baxtim shu Türkiye millatlarının içinden yalnız gelme oylardan. Yani başkası yokken ikkinchi oldimdan qizim kirdi oylarga Uyg'ur olduk. Ashlab olduk. Meniki qildigan bir ishim endi qizim men tunishtirdim. Men bunda xizmat bor ekan dedim, üziltimas qilib kirdi. Amerikada kasbdimi? Yo'q, unday emas. Mening qizim o'qigani iqtisod kasbi. Iqtisod kasbi shu o'g'li moliya bo'limida ishlaydi. Lekin xiljiq pulni boshqaradi. $500 million pulni boshqaradi. Aşağıdaki moliya bo'limi 500 million pulni boshqaradi. Endi meni qilayotgan ishlarimningki birisi shu koinotda jonliqlar, odam o'xshash jonliqlar bo'lib qolish ehtimoli bo'lgan boshqa planetalarni topadigan teleskop yasash endi. Shu ishni qilyapman. Bu olam qatnash darsiniki 3 cho'ng vazifasi bor, nishoni bor. Uning birisi biz nereden keldik? İnsanlar yashari nereden keldi? Shuni aniqlab beqish. Ikkinchisi
biz nega boramiz? Shu koinot bir cho'ng portlashdan paydo bo'lgan, buningdan 13 milliard yil burun. Endi eng oxirida qanday bo'ldi uning taqdiri? U hozir portlab cho'ng bo'lgandan keyin kichilab yo'qolib ketamdi, yoki bir xil turamdi, yoki davomli kengayib manamdi, shuni aniqlab chiqish. Uchinchisi, koinotda bizdan boshqa odam bormi yo'q? Shuni aniqlab chiqish. Endi nurg'un to'rdoshlar, qarindoshlar mashhurunki UFO degan uchar taqsining gapini ko'p anglagan. Uchar taqsining ishini Amerika yolg'on ekan deb xulosa chiqarib aytgan 1977-yilda. Shuning bilan bu hujjatga hozirgi tadqiqot asosan ham to'xtab o'tgan. Hozir buni tadqiqot qilib bo'lgan Kanadada bir uchar taqsi markazi deb bir tadqiqot markazi bor ekan, lekin Amerika oldin to'xtab o'tgan buni. Uni yolg'on deb chiqarib aytdi. Amerika jami 165 tak odamni tizimlabdi. Men uchar taqsi chiqib qoqqan, bir hafta turib tushdim deganlardim. Uning ichida xeyli yuqori xizmat o'rinlarida shayg'alan bor ekan, yuqori unvonlar bor. Ama keyin uni tafsil tekshirish orqali ular yolg'on ekan deb. Xabarlarda bor, Amerikada yolg'onchilarni yolg'on rasmiy yolg'onchini tekshiradigan mashina sifatchi bor. Shunda degan gapiniki Rossiyalar tekshira oladi hozir. Endi u 100% to'g'ri emas ekan, lekin meni bilishimcha 95% dan yuqori to'g'ri chiqadi ekan endi. Oshlar sepib qo'yib, ular hamsi yolg'on ekan deb. Yolg'on so'zlaganmida qilib bilib olgan ekan-da. Yo'q, qilmaydi uni. Ishlar yotqizib qo'yib turib so'rab. Oshlar turib aniqlaydi. Kinolarda ko'rgan bo'lishinglar mumkin, oshlar qildi endi. Shu orqali tepib axir bu yolg'on ekan deb chiqarib aytdi. Endi bizniki muasahada ishlaydiganlar ikki narsaga ishonamiz endi. Birisi koinot cho'qim adam bor. Jonliqlar bor, boshqa planetlar bor deb ishonamiz. Nima desangiz, bizniki Quyosh sistemamiz, Quyosh 8 planeta bu galaksiya deb ataladigan bir samoyli galaksiya deb ataladigan bir galaksiyada endi. Bu samoyli galaksiyaning o'zida 200 milliard yulduz bor. 200 milliard. Biz aşmışda qaraçaq ko'zimizda ko'ramiz. Agar uni siz bir teleskop bilan ko'radigan bo'lsangiz, qumni ko'rganda ko'rsiz, qumga o'xshaydi. Yulduzlarda qumga o'xshaydi. Shu dengizimizdagi qumga o'xshaydi. Shuncha quyuq amaliyotda. Ashda 200 milliard yulduz bor. Endi butun koinotda galaksiyadan 200 milliardi bor. Ashda boshqa bu koinot ashda cho'ng'oqqa, ashtaning ichida chuqur yashar o'xshash ovozi bor, suvi bor, temperaturasi bu yashashga to'g'ri keladigan ashda boshqa planetlar chuqur bor deb o'ylaymiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi bizning faraz qilishimizcha ashda boshqa planetlarda odam bo'lsa-mu, ular bizni aqlga emas deb o'ylaymiz. Sababi nima desangiz, ular aql qilsa bu yoqda izlab bizni topadi-da. Ular topamoqchi bizlar izlayapmiz. İzahlıqı uzun bo'ldi. Mana NASA'dan 1977-yilda 2 olam ushbu qo'yib o'tgan. Bu Quyosh sistemasi bir taqsir o'xshaydi, mana taqsirga o'xshaydi. O'tirdi kunva atrofida 8 planeta aylandi endi. Uni birisini matarafga, birisi mataraf qartib mangdirib o'tgan ikkisida. Hozir 32 yil bo'ldi mangdirib o'tganlar. Bu ikki olam ushbu uchiverib hozir Quyosh sistemasidan chiqib qolay dedi. Chiqib qolay dedi. Uningda bir oltin taqsir degan taqsir var, xuddi patepon taqsir o'xshaydi u. Uningga 28 millatniki ovozini, naqshini elib, rasmlarini elib, mangdirib, to'xtamay taqib turdi bular. Taqib endi boshqa planetalarda adam olib qolsa, uni qabul qilib, uni ko'rib, shu Quyosh sistemida bir yashar va unda adam bor ekanda biz dakab qilamiz ekan deb. Boshqa qo'yayotganda, hozirda hech kim izdab kelmadi taqchilik. Shuni qarab shu bizlarda aqllar kelmez deb o'ylayapmiz. O taqsirni biz idarada bor ekan, ko'rganimiz qo'yib qo'ygan ekan, shu kunqisini bassangiz, qasdlar borligi hamiz chiqadi ekan. Men shuni idora kiriblam, uzun o'tmaylam, anglab baqsam, salom degan gapni chiqdi, salom degan gapni chiqdi. Shuni bu Uyg'urga o'xshaydi deb qo'shib ketib, albatta tushunish o'qisam, bu birsi turkcha, birsi arabcha, Uyg'urlar yo'q ekan. Endi keyin qatim inshaalloh pasor uchun kirib qo'ydim. Shunday. Endi bu aşağı tashqi planetlarni izlash xil burun boshlanib bo'lgan. Hozirga qadar o'tganda qarab baxsam, NASA'ningki bir torbeti bor. Olam qatnash idorasining torbetida qancha planeta tepildi, o'shan ko'zib turdi soni bor endi. O'tganda qarab baxsam 313 planeta tepilibdi hozirga qadar. Bu planetalarni bevas ko'rgan emas. Ularki bizniki Yupiterga o'xshash cho'ng planetalar, o planeta yulduzlar aylangan vaqtida yulduz bilan lo'g'aylaydi. Tartış gücü bilen. Mayın kesemez ya, mangoda ne kesemez ya, mangoda mesmen tamam. Aşağı şu yıldızı qarab turib, mesela çörsü planeta varken, onun çoğunluğu mançı iken, onun orbitisi mançı iken de hep hesaplab çıkıldı endi. Hazır kadar şundan 313 tep oldu.
deb bo'ldi. Yaqinda yana bir Kepler degan bir teleskopni qo'yib qo'ydik 3-oyda. Kepler degan bir teleskopni. O teleskopni mana shu Samoyli galaksidagi necha Samoyli galaksidagi 30 nurli ichidagi 10 ming yulduzni tekshirmoqchi. Baş 10 ming yulduzni har yarim soatda bir qatim rasmga olib bo'ldi ekan. Rasmga olib, ashuna metrga qarab beqib yoki endi mer yulduz bo'lsa, mer yo'g'on planetadan birga qolsa, merga yulduzning nurini to'sib oldi. To'sib olib, albatta yulduzning nuri kuchi ozroq tushdi endi. Ashuni o'lchab yurib, ashu yulduzning ichkarisida planeta bormi yo'qmi, qanchasi bor degan narsani aniqladi ekan. Endi shuni kuzatgan teleskopni qo'yib berdi endi. Mening qotqanimning qotqan teleskopning tanqisi aladimi texim yuqori. U yulduzlarni bevosita ko'radigan teleskop. Albatta planetalarni. Nimishqa planetalarni bevosita ko'radigan teleskop desangiz, bu yulduzlar, qara yulduzlar bizdan bekishiroq. Mana shu bizningki quyosh sistemasiga eng yaqin yulduz 2.6 nurli yiroqda bizdan. Bu nurli degan bir oraliqni tushuntirgan bir birlik. Bu bir nurli degan gap nur bir yilda bosgan oraliq degan gap. Hamda nur bir yilda qancha bosadi desangiz, unda bo'lmada og'iz patmaydi deb tushunasiz. Shu bir nurli deb atib olgan. Albatta nur 1 sekundga 300 kilometr mangada. Shunga bu quyoshning nurimi yasharga bir necha minutda keldi-ku deyman. Albatta qarab baxsa, Pluto degan planetati burun planetadan chiqiribdi, bog'lab bir kichikkan. Shu planetadan yasharga shu nur kirish uchun bir necha soat, 9 soat vaqt ketadi ekan. Endi shunga qolgan 2.6 nurli jiroqda deganga bu bashroq endi. Shu bizga eng yaqin 2.6 nurli jiroqda qolgan yulduzlar texnik jiroq degan. Buni qanot tushunsiz bo'lsa, osmonga qarab yulduzlarni ko'rasiz. Siz ko'rgan yulduzlardagi eng yaqinki nuri 2.6 yildan burun chiqqan nur. Shuni ko'rsizda qolganlarni texnik o'rnida jiroqdanda. Boshqa jiroqda bo'lg'achqa shu yulduzni siz teleskop bilan qarasangiz, planetlar bilan yulduz bir-biriga chapishib qolgan bo'ldi. Chapishib qolganda ko'rindi. Ana shunday yaqinda yaqin. Aslida boshqa siz bu planetlarni ko'rasiz, ko'rmaysiz. Planetlardan o'zining nur chiqmaydi. Yulduzning nur chiqadi, planetlardan nur chiqmaydi. Bizning oydan nur chiqmaydi. Oyni biz ko'rishimizga sabab kunning nuri ana tushadi, uni qaytib kelgan nur orqali biz oyni ko'ra olamiz. Planetlarga ashaq narsa. Bu ikkisiniki nurning farqi 10 milliard darajasi farqi bor. Yulduzning nuri planetadan 10 milliard darajasi kuchli endi. Ashaq bo'lish uchun siz planetani ko'rish uchun yulduzning nurini yo'qotmasangiz bo'lmaydi. Yo'qotmasa planetani ko'ra olmaydi. Hozir endi biz yasatgan teleskop, ashaq teleskop. Ash teleskopning ichida biz yulduzning nurini yo'q qilib etib, planetalarni ko'ra olamiz. Uni 2016 yilda qo'yib bermoqchi. Endi bunday teleskoplarga bo'lgan talab pek yuqori. Biz yasatgan teleskopniki asosiy ayniga so'qchoq, uniki uzunligi 8 metr, kengligi 3,5 metr, bundaqa ellips shaklli ekan. Ashtaq bo'ladi. Bu nima ashtaq desangiz, bu odatda teleskopniki ayniga qancha cho'ng bo'lsa, uniki farq etish iqtidori shuncha yuqori bo'ldi. Shunga endi bizdan cho'ng teleskopni qo'yib bor. Ammo cho'ng 8 metrlik jumaxon qo'yib beraylik desak, uni osmonga chiqadigan raketa yo'q hozir. Ashta 8 metrlik raketa ketadi. Unda cho'ng raketa bo'lmagan uchun buni so'qchoq qilib, bir chaytanasi qachilab, raketaning o'tirsa chiqadigan gap chiqargandan keyin osmon chiqadi, u echildi. Shu vaqtda endi teleskopni aylantirib yurib, 8 metrlik teleskopda paylanqildi undan. Endi ashundaq cho'ng teleskopniki to'g'riliq darajasiga bo'lgan talab endi 30 nanometr. 8 metrlik aynakka bo'lgan to'g'riliq darajasi, tashlik darajasi yuziniki 30 nanometr. Nanometr degan qanday birlik desangiz, 1 metr 1000 millimetr. 1 millimetr 1000 mikrometr. 1 mikrometr 1000 nanometrda. Aşağıda baxsız oldu. İnsanlarınki çeçeniki tomluğu 15 mikrometrden 180 mikrometreye çıkıldı ekan tomluğu. Qarqaşlıq tomçaşlar 180 mikrometr, bazı serirak çaşlar 15 mikrometre kelgan şeydi. Başta başqa en nişki çaşını alsanız 15 mikrometr degan gap. Aşı degan 15 ming nanometr degan gapda. Şu o'ylab baxing 8 metrlik teleskopniki to'g'ri darajasi 30 nanometr bo'lishi kerakda. Ashtaq bo'lmasa, albatta men degandek, onun nurini, yulduzning nurini, onun 10 darajasi yo'q etish mumkin emas endi. Şu talab yuqori, şu bak tez
Uni vaqtcha ketadi. Shunga hozir bizning planimizda 2016 yil qo'yib bermoqchi uni. 2016 yil. 16 yil. Qo'yib o'tib, endi hozirgi farazda 2030 yillari shu boshqa jalliqlar bor plantat yapilishi mumkin deb. Aşağı faraz bor. Shunga to'g'ri kelayotgan yoshlarni ham kiraydi. Xudo aşağı nasib kiraydi deb o'ylayman endi. Endi shunga ularga devatsam, koinot qanchalik cho'ng degan abadan Nurillarga tushuntirib qo'ydim. Koinotni taqsiga o'xshaydi. Matripi jumlaq cho'ng, haligi matripda salni bizraqda bunda. Taqsimniki matripidan matripiga o'xshagan oraliq 100 ming Nuril ekan. 100 ming Nuril. Qalinligi 3 ming Nuril. Hozir qadar mo'tzab chiqqan shunda qanday koinotning cho'ng. Shu bu so'zda deydiganim shunda.